China Everbright Group Xitoyning eng yirik ko'p tarmoqli xolding kompaniyasi hisoblanadi. Mamlakatimizda xorijiy investorlarga yaratilgan qulay muhit bu jamiyat vakillarida katta qiziqish uyg'otdi. Natijada Buxoroda ham yirik loyihaga qo'l urishmoqda. 因为这个前段时间乌兹别克斯坦的环境部长去中国。 Bu yerga kelishimizdan asosiy maqsad kompaniyamizning salohiyatidan kelib chiqib, Buxoroda yirik loyihani amalga oshirishga qaratilgan. Bizni ikkita jihat xursand qildi. Birinchidan, mamlakatingizda chiqindini yig'ish va qayta ishlash bo'yicha katta hajmdagi ishlar yo'lga qo'yilgan. Ikkinchidan, bu mahsulotlardan muqobil energiya olish tashabbusini davlatingiz har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti. Shuning uchun ham kompaniyamiz hamkorligimizdan katta natijalar kutmoqda. Ko'p yillik tajribamiz asosida vujudga keladigan chiqindilarni zararsizlantirib, avvalo ekologik barqarorlikni ta'minlashga erishamiz. Pirovarada mahalliy va xalqaro bozorga arzon xom ashyo yetkazib berish imkoniyatlari ortadi. Delegatsiya vakillari viloyat rahbariyati bilan o'tgan muloqot jarayonida loyihaning qator afzalliklariga alohida to'xtaldilar. Jumladan, mehmonlar bu yo'nalishda mamlakatimizda investorlarga yaratilayotgan qulay sharoit va kafolatli imtiyozlar ularni ko'proq xursand qilganini ta'kidlashdi. Ayniqsa, viloyatning Qorako'l va G'ijduvon tumanlarida tajribadan o'tkazilayotgan chiqindi saralash shoxobchalari faoliyati ushbu loyiha samaradorligini oshirishda katta o'ringa ega bo'lishi aniq misollarda tushuntirildi. Mana shu chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha mana Xitoy Xalq Respublikasini o'sha uskunalardan foydalanib, chiqindilardan samarali foydalanib ikkilamchi resurs ahamiyatiga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish liniyalarini barpo qilish kelishib olindi. Viloyatimizda 15 ta qattiq maishiy chiqindi poligonlari mavjud bo'lib, mana shu aholida hosil bo'ladigan jami 500 mingga ortiq yillik hosil bo'ladigan chiqindi joylashtiriladi. Mana shu chiqindilarni maqsad tuproq bilan ko'milib ketmasligi, ulardan samarali foydalanish ham yerni ifloslantirmaslik, atrof muhitga zararli ta'sirini kamaytirish borasida mana shu Xitoy Xalq Respublikasi bilan amalga oshirilgan kelishuv o'z natijasini beradi. Viloyat ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda viloyat miqyosida kuniga 1568 tonna chiqindi paydo bo'ladi. Mavjud korxonalar tomonidan esa ularning 3 dan 1 qismi sanoat usulida qayta ishlanishi mumkin. Agarda ushbu loyihaga tez orada start beriladigan bo'lsa, mavjud imkoniyatlar 2 barobarga oshishi reja qilingan.